tajribasiga asoslanib qaror qabul qiladi. Noto'g'ri bu. Magazinlari bor, komandasi bor, odamlari bor, lekin natija yo'q. Ishlayapsiz, daromad kelyapti. Siz yangicha strategiyani emas, yangicha ko'rishni o'rganishingiz kerak. Bu pullarni daraxtdan yoki ko'chadan supurib olmayapsiz. Aniq yo'l yo'q. Nega natija bo'lmayapti? Ba'zan hamma narsa joyida. Odamlar bor, vaqt bor, komanda bor, lekin o'sish yo'q, natija yo'q. Yaqinda bir kompaniya rahbari bilan ishlayotganimizda bu odam ko'p harakat qilganiga qaramasdan foydani olmayotgan ekanda biz razbor qildik, ko'rib chiqdik. Qarasak bu odam ertadan kechgacha ishlayapti, harakat qilyapti, magazinlari bor, komandasi bor, odamlari bor, ko'p odamlari, lekin natija yo'q. Bu odam men bandman, men shuncha vaqt ketkazyapman deb gapirgandan keyin men aytdim, "Yaxshi, sen bandlikni natija deb o'ylayapsanmi?" desam, "Ha" dedi. "Yo'q" dedim. "Natija bandlikdan emas. Bu tizimli yo'lga qo'yishing kerak, tizimli o'lchovlarni yo'lga qo'yishing kerak. Sen mashinaga o'tirib o'sha priborlarni ko'ra olishing kerak. Nimaga natija yo'q? Kelinglar hozir 5 ta sababini ko'rib chiqaylik. Siz ham har quloq solingda biz gapirgan gaplarimizni o'zingizni biznesingizni solishtirib ko'ring. Agar sizda ham shu holat bo'ladigan bo'lsa, albatta to'g'rilashga harakat qiling. Kelinglar 5 ta sababini ko'rib chiqaylik. Birinchi sabab, tizim ishlamayapti. Lekin barcha ishchilar ish bilan band. Ko'pchilikda jarayon bor, lekin mexanizm yo'q. Hamma odam ish olib boradi, ishlaydi, lekin aniq yo'l yo'q. Demak, sizning vazifangiz nimadan iborat? Albatta bitta yo'nalish, tizim tuzish kerak. Nima degan tizim? Rus tilida sistema deyiladi. Sistema degani sistematicheski, har doim, har kuni, har soat qandaydir ishni olib borish degan. Bu degani siz qandaydir mana shu ishlarni bo'lib chiqqaningizdan keyin aniq yo'l ko'rsatishingiz kerak va odamlar shu ishni takrorlab ishlash kerak, shu davom etish kerak. Sistematicheski degan. O'shanda tizimli bo'ladi bu narsa. Ikkinchi sabab, maqsad aniq emas. Mana hozir ishlayapmiz kompaniyalar bilan. Qarasam ish bor, kompaniya bor, ikkita bizneslari bor, ishlashyapti, harakat bor, lekin maqsadinglar bormi desam, maqsad yo'q. Yillik maqsading yo'q deydi. Oylik maqsading, ishlayapsiz, daromad kelyapti. Ko'ryapsizlar, maqsad yo'q, maqsad bo'lish kerak albatta. Kunlik, haftalik, oylik, yillik maqsad. O'shanda odam biladi, qayerga ketyapti, nima bundan xohlayapti va javob beradi shu maqsadni bajarishiga har bitta rahbar, har bitta ishchi. Uchinchi sabab, javobgarlik tarqoq. Javob bermaydi. Hamma odam ishlaydi, lekin hech kim hech narsa uchun javob bermaydi. Hammasi ish harakatda. Siz boshqacha qilishingiz kerak. Har bitta uyni xonalari bor. Xonalarga har bitta odam javob berish kerak. Mana bu xonaga sen javob berasan, bu xonaga sen javob berasan, bu xonaga sen javob berasan deb. Shunday qilib biznesda xuddi shunday. Siz har bitta uchastkada, har bitta ishga bitta javobgar odamni tanlashingiz kerak va bo'yniga yuklashingiz kerak. Mana shu ishlarni sen olib borishing kerak. Mana shu ishlarga sen javob berasan deb, mana shu o'lchovlarni ham yo'lga qo'yishingiz kerakdi va shu o'lchovlar orqali uni baholashingiz kerak. Va har bitta odamda mana shu qanaqa ko'rsatkichlar bo'lish kerak. CKP deymiz. Senni konечный produkt. Nima uchun sen menga qilib bergan ishing uchun pul to'layapman senga, to'g'ri? Nima uchun sen mendan pul olyapsan? Masalan, 4 million oylik olyapsan. Demak, buni 26 kunga, ish kuniga bo'ladigan bo'lsa, 80 ming so'm yoki 120 ming so'm, 150 ming so'm bo'lishi mumkin. Hamma odam har xil oladi bir kunlik. Men senga to'layapmanmi? Ha, magazinga, ofisga kelganingizda yoki anaqaga kelganda, restoranga ovqat yeysizda счет deysiz. Sizga счет olib kelib beradi, shunga qarab to'laysiz. Agar yeymagan bo'lsangiz to'lamaysiz. Xuddi shunga o'xshab, siz unga ish beryapsiz. To'g'ri, oylik beryapsiz. 4 million masalan, 5 million, 6 million. Demak, bu odam sizga har kuni hisob-kitob qilish kerak, hisobot berish kerak
raqamlarni ko'rsatish kerak. Nima uchun siz unga 100 ming, 200 ming pul to'layapsiz? Bu pullarni daraxtdan yoki ko'chadan supurib olmayapsiz u. Siz ter bilan topyapsiz. 4-sabab, rahbar nazorat qiladi, lekin tahlil qilmaydi. Nazorat bu vaqtincha yechim. Tahlil qilish bu kelajakni tuzatishdir. Siz masalan har kuni muammoni hal qilasiz, lekin ildizini ko'rmaysiz, sababini ko'rmaysiz. Buning uchun siz albatta nazorat qilgandan keyin chuqur analiz qilishingiz kerak. Tahlil qilishingiz kerak. Bizning formulamiz bor. Natija, analiz, harakat. Biz analiz qilgandan keyin harakat qilishimiz kerak. Ko'pchilik rahbarlar analiz qilmasdan qarorlar qabul qiladi. Nimaga qarab? Intuitsiyaga, o'zini bilimiga, ilgari tajribasiga asoslanib qaror qabul qiladi. Noto'g'ri bu. Siz raqamlarga qarab, natijaga qarab qaror qabul qilishingiz kerak. 5-sabab, fikr energiyasi yo'q. Kompaniyalarda rahbar birinchi navbatda o'zi energiyaga to'la bo'lish kerak. Energiyaga to'la bo'lish uchun odam birinchi navbatda maqsadini aniqlab olish kerak. Nima xohlayapti bu odam? 5 yilda, 4 yilda, 3 yilda, 1 yilda, 1 oyda nima xohlayapti? Rahbarni asosiy qiladigan ishi men xohlayman degan maqsad qo'yish kerak. Odamlar, ishchilari, rahbarlarni qo'l ostida ishlaydiganlar qanday qilib bu narsaga erishamiz degan savolga javob berishi kerak. Rahbar buning uchun o'zi energiyaga to'lish kerak. Ertalab turganda men har doim topshiriq beraman odamlarimizga, ishlayotgan rahbarlarga 1 yillik maqsadingni 10 tasini yozib chiqqin deyman. Birinchi navbatda maqsad to'g'ri qo'yish kerak va har kuni 10 tadan yozish kerak va kecha yozganinglarga qarash kerak emas. Undan keyin yozib bo'lgandan keyin solishtirsanglar bir xil bo'lmaydi. 1 oy, balki 2 oy davomida 10 ta 1 yillik maqsadni yozganinglarda bir xil bo'lganda, mana bu to'g'ri bo'ladi. O'shanda siz energiyaga to'lasiz. Energiya to'lagandan keyin siz odamlarga energiyangizni berasiz. Akkumulyator agar ishlamasa, mashina yurmaydi-yu. Masalan, boshqa boshida o'tirib qolgan bo'lsa, yurmayotgan bo'lsa, energiyani akkumulyatorni boshqa mashinadan biz olamiz. Xuddi shunga o'xshab odamlar ham sizdan energiyani oladi. Energiyaga to'ling, keyin odamlarga energiyangizni bering. Natija bu harakat emas, uyg'unlikdir. Fikr, tizim va jamoa uyg'un bo'lsa, natija o'zi keladi. Siz yangicha strategiyani emas, yangicha ko'rishni o'rganishingiz kerak. Chunki natija bu tashqarida emas, ichkarida boshlanadigan jarayon. Tashqi natija ichki tizim bilan boshqariladi. Agar sizda ham kuch bo'lsa-yu, natija bo'lmasa, demak, tizim zarur. Keling, 1 soat ichida sizning biznesingizning yashirin to'siqlarini ko'rib chiqamiz.